Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiya o'zbekistonliklarni $1000 oylik ishga taklif qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Maosh $1000 o'zbekistonliklar Rossiyaga ishga taklif qilinmoqda. Bu haqda Fuqarolik jamiyati institutini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi matbuot kotibi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolar Rossiyadagi yirik savdo tarmog'iga qadoqlovchi yig'uvchi vazifasiga ishga taklif etiladi. Nomzodlar uchun talablar: rus tilida erkin muloqot, 20-40 yosh oralig'i, jismoniy yuklamalarga tayyorgarlik. Rossiya va O'zbekiston mehnat migratsiyasi bo'yicha yaqin hamkorlikda ishlashga kelishib olgan. Bu haqda 18-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin TASS dunyoning yetakchi axborot agentliklari rahbarlari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Biz ijtimoiy xarakterdagi masalalar va mehnat bozori holidan xabardormiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bu masalalarni birgalikda hal qilishga kelishib oldik. Chunki mehnat bozori bizda qanday holatda ekanini ma'lum. Sizlarda O'zbekistonda esa ma'lum bosim mavjud, lekin nima qilish kerakligini birgalikda belgiladik. Rossiya ishlashni xohlovchi insonlarni avvaldan tayyorlash, dedi Putin. Uning ta'kidlashicha, bu borada ayniqsa ayollarga e'tibor qaratish muhim. Shuning uchun bugungi kunda Rossiya va O'zbekiston ayollari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Qayd etish joizki, oldinroq Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy Sankt-Peterburgda o'tkazilgan 9-mehnat forumida Rossiyada 2024-yil yakuniga ko'ra 6,3 million nafar chet ellik fuqarolar yashayotgani, ulardan 1,4 million nafari O'zbekiston ekanini ma'lum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya ichki ishlar vazirining o'rinbosari Vitaliy Yakovlev Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tkazilgan tinchlik barqaror rivojlanish va migratsiya masalasidagi xalqaro konferensiyada Rossiyada migrantlar orasida eng ko'p jinoyatlarni o'zbekistonliklar sodir etayotganini qayd etgan edi. Uning aytishicha, joriy yilning birinchi choragida Rossiyada xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 35,5% O'zbekiston fuqarolariga to'g'ri keladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yilning 9-mart kuni 2 nafar jinoyatchi Novosibirskning Tolstoy ko'chasidagi xonadonda o'z ish beruvchisiga hujum qilgan. Bunga ularning ish haqini olmagani sabab bo'lgan. Buyurtmachi Bobur Xolmirzayev kvartirasiga kirganda unga pichoq urishgan, bo'yniga arqon solib bo'g'ib o'ldirilgan. Jinoyatchilar kvartiradan ketmoqchi bo'lib turganda kutilmaganda jabrlanuvchining xotini va voyaga yetmagan qizi kelib qolgan. Ular ayolni bo'g'ib o'ldirgan. Qiz esa olgan jarohat tufayli keyin vafot etgan. Qotillikdan keyin hujumchilar jabrlanuvchining 2 ta uyali telefoni va 3626 rubl miqdoridagi naqd pulni olib ketishgan. O'g'rilikdan keyin tushgan umumiy zarar 10,000 rubldan sal ko'proqni tashkil etgan. Jinoyatchilar o'ldirilganlarning jasadlarini balkonga olib chiqib, o'zlari qochib ketishgan. 2025-yilda jinoyatchilardan biri Qozog'istonda boshqa jinoyati uchun jazo muddatini o'tayotganda qo'lga olinib, u yerda va Rossiyaga deportatsiya qilingan sud jarayonida u o'z aybini tan oldi. Biroq qizning qotilligi aybdorligini rad etdi. Uni umrbod qamoq jazosi kutmoqda. Ikkinchi jinoyatchi qidirilmoqda. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi loyihasi qayta formatlandi. Endi mamlakatda har biri 2 reaktordan iborat bittadan kichik va katta YES qurilishi ko'zda tutilmoqda. Bu haqda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo hajmini oshirish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishidan so'ng ma'lum bo'ldi. Tadbirda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshitnikov va O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov ishtirok etdi. O'tgan yili kichik quvvatli YES qurilishi boshlangan edi. Joriy yilda esa 2 davlat rahbarlari shu loyihani katta qurib chiqish, natijada qator quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya va
kichik quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya qurishga kelishib oldi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun joriy yil aprel oxirida Rosatom rahbari Aleksey Lixachyev jurnalistlarga bergan intervyusida O'zbekistonda kichik GES qurilishi doirasida yana 1 yil ichida beton qurilishini kutayotganligini aytgan. U shuningdek O'zbekistonda katta GES qurilishi bo'yicha ham kompaniya tayyor takliflar ishlab chiqilganini bildirgan. Bu takliflar orasida moliya modeli, tashkiliy masalalar va maksimal mahalliylashtirishga doir variantlar mavjud. O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan kichik GES bu Rosatomning xorijdagi ilk eksport loyihasi hisoblanadi. Loyiha bo'yicha ikki davlat o'tgan yilning bahorida kelishuvga erishgan. Kuzda esa texnik hujjatlarni ishlab chiqish va loyiha ishlarini boshlash to'g'risidagi protokol imzolangan edi. Rosatom rahbarining avvalroq bergan bayonotlariga ko'ra, loyihani moliyalashtirishni O'zbekiston tomoni zimmasiga oladi. Rossiya krediti esa hozircha ko'rib chiqilmayapti. 2025-yil 1-iyuldan boshlab Rossiyada xorijiy fuqarolar uchun mobil telefon foydalanuvchilarining aniqlashning yangi qoidalari joriy etiladi. Mamlakatdagi xorijlik migrantlar biometrik ma'lumotlardan foydalangan holda SIM kartalarni qayta ro'yxatdan o'tkazishlari shart. Aks holda ularning raqamlari bloklanadi. Ba'zi uyali aloqa operatorlari allaqachon blokirovka haqida bildirishnomalar yuborishni boshlagan. O'zgarishlar joriy yil boshidan kuchga kirgan. Aloqa to'g'risidagi federal qonunga kiritilgan o'zgarishlar bilan bog'liq. Bu tuzatishlarga ko'ra, faqat chet el fuqarolari SIM kartalarni biometrik ma'lumotlardan foydalangan holda ro'yxatdan o'tkazishlari shart. Rossiya fuqarolari uchun esa qoidalar o'zgarishsiz qoladi. SIM kartani qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun migrantlar SNIS olishlari, Gosusluga portalidan ro'yxatdan o'tishlari va u yerda biometrik ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak. Rossiyada qonuniy istiqomat qiluvchi chet el fuqarolari uchun SNIS olish bepul. Hujjat ijtimoiy jamg'arma idorasidan darhol beriladi yoki ko'p funksiyali markazda 5 ish kunigacha berilishi mumkin. Agar raqam bloklangan bo'lsa, abonent biometrik ro'yxatdan o'tgan yangi SIM karta sotib olishi yoki biometrik ma'lumotlarni taqdim etishi va joriy raqamni Gosusluga portali orqali tiklashi mumkin. Ta'kidlanishicha, biometrik ma'lumotlardan foydalanish, jumladan xorijiy pasport va vizalarni rasmiylashtirishda standart xalqaro amaliyotga aylangan. Biometrik ma'lumotlarning joriy etilishi xavfsizlik darajasini oshirishga yordam beradi va Rossiyada ishlayotgan chet el fuqarolarini aniqlashni osonlashtiradi. Sankt-Peterburgda xotinini derazadan uloqtirib yuborgan o'zbekistonlik muhojir qamaldi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eslatib o'tamiz, fojia 2024-yil iyun oyida yuz bergan edi. Janjal chog'ida 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi rashk tufayli xotinini 6-qavatdagi ijaraga olingan kvartiraning ochiq derazasidan tashqariga otib yuborgan. Ayol shifoxonada vafot etgan. Sud unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini qat'iy tartibli koloniyada o'tashni tayinladi.